Küçük. Mizi. Lampa. Kitapçası. Moya kalıbı. Kopkalığına. Tuxumcha. Kulcha, podstavkasi, yuzlaydi. Hamma narsasi bor. Kelchisi. Adashmasam, bu safar hammasi rangga kelgan bo'lishi kerak. Rangni zakaz qilganmanki. Yonishi, ishlashi hammasiga bir xil oq bo'ladimi, rangli bo'ladimi? Faqat rangida farqi bor. Qolgan hamma joyi o'xshash. Buni ham ichida yuzlik podstavka, keyin podstavkasining tagiga yopishtiradigan plasteri bor. Hammasini ichida plasteri bor. Bu bo'lsa oyoq kiyim. Ko'rsangiz bo'ladi. Ichi mexli, sifati cho'tki. Bozorda 600 ming, 700 ming sotiladigan kassadagi bu 280 ming so'm bo'ldi kargosi bilan. Mana. Kojasi yaqindan ko'rsangiz bo'ladi, sifatli. Xuddi bozorda sotiladiganlardan sifatini solishtirib ko'rsangiz bo'ladi. O'sha 600 ming, 700 ming sotiladigan variantdagisiniki. Oddiy 150 ming, 200 ming bo'lgan kargosi bilan bo'lgan kapotlar, etiklar bozorda 350, 400 ming, 450 ming so'm sotiladi. Hozir solishtirib ko'rganman. O'shandan bilaman, lekin arzonroqlari ham kачество zo'r, kamida 2 sezon kiyasiz. Bozordan 250 mingga olgan sapokit bilan o'zingiznikini kargosi bilan ichki narxi 250 ming so'm bo'lgani, juda katta farqi bor. Nargida o'zini ichki narxidagini olasiz. Sifatini uchun ham sal balandroq bo'ladi. Mana bu ham rangi varianti, ichida ham narsasi bor. E'tiboringlar uchun rahmat. Mini sapokit. Mana shu narsa. Malakasos. Elektronli variant. Bunda o'zini kerak narsalarni paketiga olingan. Kitobchasi. Shuni mana shu rangidan zakaz qildim. O'zimiz ancha arzonga tushdi, shuning uchun foydan zakaz qildim. Bundan ikkita. Bu bolani bizda qundoqlaydigan deydi. Bola yo'rgaklaydigan. Mana bunaqa. Adabiychasi mana shunaqa bo'ladi, mana o'xshadi. Bolani qo'llarini mana yo'rgaklab qo'yasiz. O'zini narsalarni ichida. Bu muskoy. Materiali yumshoqqina. Qaboq. Katta razmerda. Bu kanalimda trendga chiqqan. Qanday motivki. Mana shunday chiroyli bo'ladi. Ikki xonani. Bu ikkitalik kepapas. Sotmaysizlar degan bittaman. Umuman olganda sotsangiz ham farqi yo'q. Sotib bo'lganda hamma narsani ko'rsatsin. Bu esa malakasos, bu ham lekin bu uchun. Hamma narsa zakaz qiladi. Ana shunday qilib tortib ishlatasiz. Ba'zida shuncha qilib ishlatishingiz uchun bunaqa joyi ham keladi. Juda mustahkam. Tortkasi uni olib turib, uni qistirib, to'g'ridan to'g'ri bolaga beraveradi. Hammaga rahmat. Mini raspakowkamiz shundan iborat edi.